hurmatli mehmonlar. Va nihoyat kechimizda Shahzoda malikasi kelin kuyovlarimiz tashrif buyurmoqdalar. Keling, biroz qarsaylar bilan o'rinlarimizdan turib, to'ylar muborak savdolari bilan kelin kuyovlarimizni qarshi olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bizga ustozlari muborak bo'lsin sizga shogird to'ylari. Bu ustoz shogird degani ota bolaga qiyos qilinadi. O'rtadagi munosabat xuddi ota bolaligidek bo'lar ekan. Chunki ustoz hamisha shogirdligi farzandiga qaraganday qaralgan. To'g'rimi? Siz xuddi shunday qaradingizmi? Bugun shogirddan rozimisiz? 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 Ana joningiz sog' bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Bitta biroz qarsayda choplaymiz azizlar. Qarang, zomin ko'ring. Bir necha daqiqalardan keyin hammamizning guvohligimizni ustozlik darajasiga yetadilar. Demak, Jamolbek ustozlari qo'llarini duoga ochamiz, fotiha qilib qo'yamiz. Aytang amin ullasiz. Mana tur. Assalomu alaykum hammaga. Bekzod tabriklayman. Shularga bilan bog'liq qo'shaqarim bor. Ustozlar duolar istasa, ularga ko'rsatish to'g'ri. Nasibasiz sana. Azat duolarimiz ilohim shu kasblarga qarshi toplaysan doim. Kasblar kardon topgan pullarini 5 bo'lib nasib etsin. Bundan qasa shu otalarga uylarga har safarda yuborishni nasib etsin. Ana bundan qolgan bolalarning sunnet to'y, fars qo'yilgan o'ldirish ham nasib etsin. Shu oylar naviyatlaring, isonlaring bo'lsalar yetishib o'tirmaysan. Shu nolimiz, vaqtimiz vaqt bo'lsin. Shularga dek tabriklayman. Ilohim Diyorning ustozlariga fotihalarga qo'shilib qo'ydik. Yetmasdan sizga yetmaganlarga Jamolbek ustozi ancha hayajonda bo'ldi. Chunki partiyamizdek